chempionatlarda qatnashar ekanlar paralimpiya bo'yicha. Shunga o'zlarining tavsiyalarini sizlarga ham bildirmoqchi. Shu sport turi bilan shug'ullansanglar tezroq tuzalishingiz ham yaxshi bo'ladi. Qaysi sport turi bo'yicha? Allohga shukr, mana oyoqlarim ishlamas edi, shu sportga borib, asta-sekinlik bilan oyoqlarim ishlab, harakat qilib, o'zim nima bilan erishyapman. Ishga ketishda sportlarga borib, guruh yotmaydim deb harakat qildim. O'zimga asta-sekinlik bilan o'zimga oyoqlarim ishlab, qo'llarim. Sizlarga ham tavsiya qilaman, o'qiyman desangizlar, Toshkentda bolalar qabul qiladi. Aravachada yurgan bizday bolalar, qizlar o'qiyapti ishga. Har xil kasblari bor. O'tirib qolaman deb odam zot ruhi chekdi. Ketdi deganda orqaga qarab ketadi. Shu harakat bo'lsa o'zidan harakatda ishlanish bo'lishi kerak avvalo odamning o'zida. O'zingizga maqsad qo'ysanglar, tuzalishingizga ham sal bo'lsa ham yengillashadi. Oldinga qarab harakat qilasizlar, ahvoli yaxshilanadi. Keyinchalik kasb bilan shug'ullanishingizga ham imkoniyatlar ochiladi oldingizda. Kasb kollejda o'qiyapman. Poyabzal yo'nalishi bor, kompyuteri bor, maishiy texnika bor, telefon uzatish, 3 mahal ovqat beradi. Kiyim-kechak normalda mozor bordi o'qishga, imkoniyat cheklanganlarga shans berib, shu o'qishga yo'llanma berib, shu orqali men keldim o'qishga. Allohga shukr, hozir o'qiyapman. Nogironligi bor, lekin hammasi sport bilan shug'ullanadi. Zilola ham DTP qiz bolalidan gimnastika bo'yicha edi. Necha marta birinchi o'rinlarni oldi. Markazga mana kelyapsiz. Nimadir o'zgarish bo'lyaptimi? Oldin gimnastikada. Xo'p. Ikki marta kelgandan keyin qo'l sifatida yurayapman. Endi sekin-sekin bo'lyapti o'zgarishlar. Sizlar xursand bo'layotgan bo'lsangiz bo'ldi. Chunki rahbariyat ham, bizlar xodimlar ham hammasi sizlar uchun harakat qilamiz. Sizlar yaxshi bo'lishingiz, sizlar oyoqqa turishingiz uchun har doim harakat qilamiz.